Alloh subhanahu va taolo dedilar payg'ambar alayhissalom, qaysi bandasiga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, unga boshqalarning ishini tushadigan qilib qo'yadi degan ekanlar. Alloh taolo qaysi bandasiga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, unga boshqalarning ishi tushadigan qilib qo'yadi uni degan ekanlar. Mabodo odamlar bizdan yordam so'rayotgan bo'lsa, unga xursand bo'ling, Allohga shukr ayting, hech erinmasdan, u yordam so'raganlarni tahqir qilmasdan, ya'ni past sanamasdan mamnuniyat bilan yordam qiling. Sizning unga yordam qilishligingiz aslida unga o'tkazib qo'yishingiz emas, balki aslida Robbul alaminning sizga o'tkazib qo'yishi, sizni aziz qilib qo'yishi ekan. Odamlarga yordam qilish, odam bor ekanki, demak odamga muhtoj bo'ladi. Hamma bir-biriga muhtoj bo'ladi. Ana shu mahalda hech og'rinmasdan mamnuniyat bilan bir-birimizga yordam berishimiz kerak ekan. Mamnuniyat bilan qoqilgan odamga qo'l uzatishimiz kerak ekan.